Hammaga assalomu alaykum. Britaniya va britaniyaliklar haqida aytib beraman. Eshitamiz. Britaniyadagi qonun qoidalar shu darajada oxirigacha ishlab chiqilganki, hech qanday holatlarda davlat ishchilari bilan fuqarolar yoki fuqarolar bilan fuqarolar bir-biri bilan tortishishga yo'l qo'ymaydi. Qoidalar shunaqa ishlab chiqilgan. Hozir aytib beraman nima deyotganimni. Qarang. Britaniyada bir xizmatdan foydalansangiz, xizmatga e'tiroz bildirsangiz, bu narsa hamma joyda kompyuterlarda saqlanadi. Misol uchun siz ovqat buyurtma qildingiz, sizga qaysidir bir kuryer ovqatni olib kelib berdi. Olib kelib bergandan keyin ovqat to'kilib qolgan ekan yoki issiq ekan yoki sovuq ekan yoki vaqtida kelmadi. Siz e'tiroz qilib yozsangiz, siz qachonki ovqat zakaz qilsangiz, haligi sizga xizmat ko'rsatgan kuryerga hech ham sizni ovqatingizni zakazi tushmaydi. Yoki siz o'zingiz dastavkada ishlasangiz, bitta uyga bir dastavka sohasida bir kofe olib borib berdingiz. Olib borib berganingizdan keyin sizni ko'rsatgan xizmatingiz kechroq bo'lib qoldi bir sabab bo'lib yoki to'kilib qoldi yoki bir sifatsiz bo'ldi yo yirtilib qoldi salafani, shunaqa bo'ldi. Ashi uyda zakaz qilgan odam e'tiroz qildi. Menga ovqat olib kelib beruvdi, zakaz qildim, shu salafani yirtiq ekan dedimi? Bo'ldi, kompyuterda u saqlanadi. Shu odam qachon zakaz qilsa ovqat, men kuryer bo'lib, tashuvchi, dastavshik bo'lib ishlayotgan bo'lsam, menga shu odamni zakazi tushmaydi hech qachon. Chunki ikkinchi marta borganda biz urushib ketib qolishimiz mumkin-da. O'tgan safar ham sen ana qilgansan, mana qilgansan, o'zi yaxshi odam emassan deb u aytsa, men aytaman, sen o'zi injiq odamsan, boshqasan, sen o'tgan safar ham shikoyat qilgan ekansan men ustimdan deb urushib ketib qolishi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida hech qachon unday qilgan zakazlar menga tushmaydi. Tushuntira oldimmi? Endi keyingi holatda aytaman, qaranglar. Men institutda o'qiyotgan paytimda, institutda bitta masalada o'qituvchi bilan tortishib qoldik. Tortishib qolib, o'qituvchiga men e'tiroz bildirdim. Sen noto'g'ri aytyapsan, bu unaqa bo'lmash kerak, manaqa bo'lish kerak. Chunki men ishlaganman, bu tizimda bilaman dedim. Sen o'qituvchi sirroz aytdi, men seni tushundim. Men bu bo'yicha rahbariyatga xabar beraman. O'zlari nima qilishni biladi dedi. U biz o'quvchi bilan kelisha olmayapmiz mana shu masalada deb xabar berdi. U sirazi o'tkazib yuboraylik. Meni fanlarimni shu o'qituvchidan boshqasiga olishib yuborgan. Institutni bitirganimcha, magistraturam tugaguncha menga shu o'qituvchi bilan mashinada kelmaganman biror marta ham. Chunki kelganimizda ko'rishib qolsak, haligi oldiga kiraman ekan, yana o'tgan safar ham miyani qaqqan, anday degan, manday degan deb turadi. U ham meni ko'rgisi yo'qda, bir marta tortishgandan keyin yana haligi bola kelibdi. Yana tortishaman, asabim o'ynaydi, bugungi kunimni rasvo qiladi deydi-da. Shu narsa qattiq oldi olingan Britaniyada. Hech ham duch kelmaysiz. Bir marta masala bo'lganmi? Endi yana bitta masalani qarang. Biz Banisaga bordik-da, Banisaga bordik. Uziga tushish kerak bo'lib qoldi ayolim. Uziga kunimiz kelganda belgilagan kunga, booking qilgan kunga borsak, erkak kishi ekan. Keyin men e'tiroz qildim. Qanday qilib ayol kishini erkak kishi uzi qiladi? Bu mumkin emas bizda. Biz musulmon oilamiz. Bizga ayol kishi uzichi, doktor kerak deb. Shunday keyin ular kompyuterga kiritib qo'yibdi. Bularda Uzi belgilangan kuni appointmentini o'zgartirdik. Sababki bular ayol kishi doktor so'radi, musulmon oila ekan deb. Qachonki Banisaga borsak yoki booking qilayotganda telefon qilib, bizga mana shunday qilishimiz kerak, Uzi kerak edi deyatsak, darrov aytadi. Sizlar o'tgan safar e'tiroz qilgan ekansizlar, erkak kishi bo'lmash kerak, ayol kishi deb. Shuning uchun sizlarga ayol kishini qo'yib qo'yapman deydi. Qarang, bu nimani oldini oladi? Yana Banisaga borsam erkak kishi turgan bo'lsa, senlarga o'tgan safar aytdim, nimaga bir marta gap tushunishmaysanmi? Voydotchi urushni oldini oladi-da. Bir martada o'zi yetarli xulosa chiqarilgan, yozib qo'yilgan, har safar aytish shart emas. Qaytib shu vaziyatga tushmaysiz. Erkak kishi endi hech ham to'g'ri kelmaydi, urushmaysiz, talashmaysiz. Asab saqlanadi. Yaxshi tizimmi? Tizim zo'rmi? Endi qarang.
mashinani eshikni tagiga qo'yish mumkin emas, lekin men birarda shashilib eshikni tagiga shunday qo'yamanda, g'izzet uyga kirib chiqib yo ovqatlanib olaman yo bir narsa qilib olamanda, bitta qo'shnim eshik taqalatyapti, ochdim. Sendan iltimos, mashinani eshik tagiga qo'yma, parkingga olib kirib qo'y. Bu yerga qo'yish mumkin emas deb bir marta aytdi. Bo'pti dedim. Ertasi kuni ham 5 minutda shunday kiraman, chiqaman deb shunday qo'ysam yana chiqdi-da qo'shni. Bu yerga qo'yish mumkin emas, o'zimni uyim oldiga qo'yapman. Mumkin emas, qo'ysang bu odamlar qiynalib o'tadi, bu mumkin emas, qoidalarni buzyapsan dedi. Ha bo'pti dedim. Bo'ldi. Qo'shnim bilan urushgami yo'q, talashgami, u chiroyli tushuntirdi 2 marta menga, ketdi. Uchinchisida u ashunda rasmga olib politsiyaga yozib berdi. Men bu qo'shnim bo'ladi. Men bu bilan urushsam, talashsam, ertaga yana ko'rishishimiz bor. Bitta uydan, ko'chadan kirib chiqamiz. O'zing chiroyli qilib tushuntirib qo'y deb. Ko'chada polis to'sdi meni. Ha desam, sen deydi, mahallada mashinani noto'g'ri parking qilasan ekan. Ha bir 2 marta bo'ladi desam, shu qo'shning bizdan iltimos qildi. Shungacha o'zlaring chiroyli qilib tushuntirib qo'y. Men bu bilan talash tortishib yurmay, chunki biz qo'shnimiz, bir-birimizni har kuni ko'ramiz, yuzimiz alik bo'lmasin deb aytdi. Senga chiroyli tushuntiryapmiz. Yana shunaqa qiladigan bo'lsang, $400 shtraf solaman dedi. Juda chiroyli tushundim. Qoyili masalan, tortishish kerak emas. Qoidalar ishlab chiqilgan shunaqa chotki, sizga tiniq tushuntirib qo'yadi. Bu dunyo bir-birimiz bilan tortishib bo'lar bo'lmasga haligi g'ijilash uchun emas deydi-da. Qarang, shu tizimlarni ko'chirish kerak. Rivojlangan davlatlardan olib borish kerak. Qaytadan velosipedni kashf qilish shart emas. Shu qoidalar, shu texnika, texnologiyalar, shunaqa eslab qoladigan e'tirozlar. Banisaga kirasiz, Banisani xizmatlaridan foydalanib chiqqaningizdan keyin sirrazi sizga SMS keladi. 3 minut ichida. Assalomu alaykum, biz Banisamiz xizmatlaridan foydalanibsiz. Sizga hamma yo'q ma'qul bo'ldimi? Nima e'tirozlaringiz bo'lsa bizga yozib qoldiring, keyingi safar biz ko'rib chiqamiz deb. Bir marta shunaqa bo'ldi. Poliklinikaga bordik, biz ko'rindik, boshqa qildik. Doktor sal qo'polroq odam ekan. U ham boshqa joydan kelgan bizga o'xshab. Sal qo'polroq ekan. Keyin biz manaqa dorilarga allergiyamiz bor desak, doktor aytdiki, yo'q, u doriga allergiya bo'lishi mumkin emas. Suvni singari bo'lgan dori deb e'tiroz qildi-da, bizga vitaminlarni yozib berdi, magazindan borib oldik. Ko'chaga chiqdik, SMS keldi. SMS keldida, shuni SMSga ochsam shunaqa nima e'tirozlar bo'lsa yozing dedi. Men yozdim. Biz shu doktorga bordik, ko'rindik, haqiqatan ham, lekin manaqa narsalarni aytadi, doktor bo'lishi mumkin emas dedi. Lekin biz O'zbekistonda mashina qilganmiz, haqiqatan ham buni allergiyasi bor shunga dedik. Bo'ldi. Keyin doktorga 30 marta borgan bo'lsak, biror marta poliklinikadagi shu doktorga to'g'ri kelmadi. Urushib ketib qoladi bular keyingi safar. Yana to'g'ri kelsa, o'tgan safar ham sen degansan deydi deb biror marta to'g'ri kelmadi. 30 marta bordik yana. Bu bolamiz kasal bo'lib, bu bolamiz kasal bo'lib, biror marta shu doktorga to'g'rilamadi. Qarang, tortishni oldi olinganda. Videolarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar.